Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Xo'p, endi qo'y boqish masalasida video o'tdim. Bir ikkita videolarni ko'rdim. Men endi yangi boquvchi biza. Shuning uchun qo'yxonamiz mana eskicha variantda yasalgan albatta. Qo'ylarimiz mana taglari yer, oddiy turpoq yer. Oddiy turpoq yer tagi mana. Oxirdan itda. Suv idishi bu yoqda mana. Shtobi yozgi kunida quyosh naryoqda bo'lgani uchun agar old tomonga qilganimizda suv ilib qolaverardi. Bu yoqda suv muzdayroq turadi har holda. Bu yerga quyosh pashti tushavermaydi. O botayotganda tushadi. Atayungacha tushavermaydi. Xo'p, endi narigi tomondan video qilamiz. Paqiri har doim yangilanib turadi suvlari. Go'nglari mana. Bu yoqqa o'zlari chiqarib tashlashyapti. Biz endi boshlashimiz boqishni kulishli bo'lmasin. Albatta. Xo'p, ko'rasizlar, qaranglar. Endi bu yerda hozir jonivor. Qalaysan? Charchamadingmi? Men o'zim bir ikkita videolarni ko'rdim. O'shanga iloji boricha o'shalardan ham o'zim bilmagan narsalarni men o'zim yangiligim uchun o'zim bilmagan narsalarni o'rganish harakatini qildim. Yana ko'rishda davom etamiz. Ulardan kerakli, ularning videosidan kerakli narsalarni ana qo'limga ham yeb qo'yapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Bularni yemishi keladigan bo'lsak, hali yana video davomida yana boshqa videolar olamiz. Albatta, xudo xolasa mana birinchisini oldik, boshlandi. Yog'iga 20 kunlar bo'ldi o'zi boqayotganimizga, 20 kun bo'ldi. 20 kunlik bular yemga tashalganiga 20 kun bo'ldi. 20 kun bo'ldi. Endi mana tuzini qo'yib qo'yganmiz. Oxiri mana to'rttasiga yetyapti. To'g'ri, sal kichikroq u, no chuqur, lekin chuqurligi chuqur. Xo'p. Mana hamma kelyapti mana. Mayliga e'tibor beringizlar, hali tozalamadik, hali tozalab qo'yamiz. Vaqt bo'lmadi to'g'risi tozalashga. Hop, mana bu yerda xashagimiz. Hozir poyamiz qolmagan ekan, shunga makkay bilan yong'og'i presni aralashtirdik mana. Yong'oq pres bilan makkay ko'rinayotgan bo'lsa, mana yo'riqqa qilaylik mana. Aralashtirdik. Shu yerdan beriladi xashak pres olib kelamiz endi. Bunda makkaylar turadi. Makkay bilan yemlayapti. Bunda kepak. Oddiy mana oy boltada maydalaymiz. Ayniqsa bunda somonni maydalaymiz. Somonni ham beroti, somonimiz ham mana kam qopti. Maydalab qo'yish kerak. Mana bu yerda jodi o'zimiz qo'l bola yasaganmiz. Shunaqa gaplar. Keyin agar mana necha yildan beri boqib yurganlar bo'ladi-ku, agar boqib yurganlar bo'lsa, iltimos fikringizni bildirib ketinglar. Men hozir bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Bu yerda hozir qaranglar. Mana bu uchtasi bu uchta qora. Yaxshi o'zgaryapti, sariq nimagadir o'zgarmayapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Nimaga bunaqa bo'lishi mumkin? Biz endi yangi boqotdik. Shuning uchun nimadan bo'lishi mumkin? Shuni yozib ketinglar, iltimos. O'shanga qarab nima qilish kerak, o'shalarni qilaylik. Biladiganlar o'rgatib ketinglar. Endi nima deydi, yangi boqishni boshlayotganlar uchun mana videomizni oxirigacha ko'rsanglar. Yangi boqishni boshlayotganlar uchun yana retseptlarim, men o'zim retseptlarimni aytib ketaman. YouTubedan videodan ham ko'rganman. O'shalarni ham qo'shimcha qilib ketaveramiz. Keyingi videolarda xudo xolasa chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Qiziq videolar oldinda.